Xuddi shu paltoni ham tekinga tekinga emas, 40% olib ketsangiz bo'ladi. Birinchi etajdan tekinga tovar olish uchun uchinchi etajdan qanaqa tovarlar olsangiz bo'ladi, qanaqa tovarlar sotib olishingiz kerak. Mana oddiy misol. Kunisi yoqali palto italyanskiy materialda qilingan. 4-5 xil ranglardan bor. Ko'pchilik so'rashyapti endi, qanaqa tovarlar bor o'zi ikkinchi, uchinchi etajda razmerlar qolganmi deb. Bundan bor, buni ham 40% skidkada olsangiz bo'ladi. Bu PCS yoqaligi. Xo'p, bu yerda Norka yoqalilardan bor, orexoviy rasvetkasi. Yoshlarga, yosh kattalarga hammaga bir xil yarashadi. Oldi oxirgacha Norka. Bu ham 40%. 3-etajni o'zini ko'ramiz, keyingi videoda 2-etajni ham ko'rsanglar bo'ladi. Shuning uchun profilga podpiskani bosib qo'yinglar. Xo'p, shu do'konimda ham narsalar ko'p, vыборlarimda ko'p. Xuddi shu paltoni ham tekinga tekinga emas, 40% olib ketsangiz bo'ladi. Tekinga sal boshqacharoq narsalarimda bor. Bu yerda bundan bor ekan. Qo'lini qarang, juda chiroyli. Bu qatorda yosh kattalarga, yoshlarga mexsiz paltolarimdan bor. Ko'rsatganlarim hammasi lyuksoviy kачествоda garantiyalari bilan beriladi. Garantiyasi nimaga? Tvitlashmasligiga, kelgan astaraga, mamlaqa detallariga, ko'p narsalarga garantiya beriladi. Bu etajdagi paltolarning 80% materiali italyanskiy materialda. Двухсторонний paltoyimiz. Bu ham xuddi shunaqa 40% chegirmada. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, mana shunaqa uzunroq videolar qilinglar desanglar, bitta like ham bosib qo'yasizlar. Ko'rasizlar, двухсторонний paltoyimizdan har xil rasetkalari bor. Bu yerda Norka yoqali paltoyimiz. Sarpaga shunday olib qo'yinglar, maslahatim. Sarpaga palto qidirayotgan bo'lsanglar, boshim ham aylanib ketdi-yu, narsalar ko'pligida. Mexsiz palto katta razmer, 50-52 razmerda. Rossiyskiy 56-58 kerak bo'lsa, bemalol imperiyaga kelaverasizlar. 60, 62, 64 lar ham bor. Mexli variantlarida. Yosh katta babushkalarimizga, onajonlarga zo'r ketadi. Har xil rangda paltolar, sochniy ranglaridan ko'ryapsiz-ku. Bunaqa rangli hech qayerda yo'q. Hammaga topiladi. Bu 3-etajimizda. 2-etajda ham, 1-etajda ham vыборlarimda juda ko'p. Keling, 2-etajdan, 3-etajdan 40% narsa xarid qiling, 1-etajdan tekinga qo'shib olib keting. Aprel oyi oxirigacha